a'zosi 3 ta narsadan dars o'tamiz. Bo'ldi, boshqa temalarga o'tmaymiz. Am bilan qo'toq ikkalovi birgalikda o'rtoq. Ha, darsimizni salohasi. Alimardon chiqib doskaga yoz darsimizni salohasini. Am bilan qo'toq ikkalovi birgalikda o'rtoq. Ha, salohani yozadi. Hozir o'quvchimiz devorga Am bilan qo'toq ikkalasi ikkalovi o'rtoq. Agar doskada joy bo'lsa, ikkalovi chin do'st o'rtoq. bo'ldi. Am bilan o'rtoq ikkalasi to'toq. Bam anjolisiz, to'toq deysiz. Yozdim. Yozdingizmi? Bo'ldi. Bugungi mavzu faqat ayollarni ikkita ko'krak qismi, erkaklarni o'lat qismi va ayollarni qin oyog'ini orasidagi qin osti bezlari to'g'risida dars. Bugungi darsimiz hech qachon hech qayerda o'tilmagan va o'tgani ham aqli yetmaydi ularga. Chunki men 12 yil Toshmin institutini bitirib doktor nauk sizlarga shuni aytamanki, hozir birinchi darsimiz har doimgidek glaznoy darsi. Qani aziz bolajonlar, ekran qarshisiga yaqinroq kelamiz. Kim nimani ko'ryapti qani? Ikkita katta globus ko'ryapsiz ustoz. Kim nimani ko'rgan bo'lsa, rasm darsida rasm daftariga rasmini chizsin. Men o'shandan bilaman, buni ko'zi yaxshimi, yo'qmi? Glaznoy dars qani? Aziz bolajonlar, ekran qarshisiga yaqinroq kelamiz. Glaznoy dars birinchi odamni ko'zini tekshirmasdan qanday o'qituvchi dars o'tadi. Men boshqa o'qituvchilarga hayronman. Birinchi glaznoy dars qilamiz. Ko'zlarni nurini Ustoz men moni ko'rdim mana. Voy, ha, qani? Muncha orasi katta ochib, titrak o'tadi-ku orasidan. Yo'q, endi sizniki to'yxona-yu. Ustoz sizniki Alimardonga to'yxona-yu. juda minus ochki yozamiz shakl. Men o'shanda ochki ham yozib beraman, ochki ham. Qandoq bo'lsa shundoq rasmini tizish. Birinchi ko'zni tekshiramiz. Keyin uje boshqa darslarga o'tib ketamiz. Glaznoy dars. Mana yaqinroq kelamiz. Mana. Qani? Mana. Ha, kim nimani ko'rdi aziz bolajonlar? Shuni rasmini tizish. Ustoz mana to'rtta holingizni ko'rdik. Mana bu ochkingiz juda yaxshi ekan. Bu minus ko'radimi, plus ko'radimi? Ha, da, hollari bilan. Men ko'zinglar nimaga tekshiryapman ziringlar? Men sizlarga kelajakda kimni holi bor, kimni amada bir dona jungi bor, shulargacha ko'rishni o'rgataman men. O'rgataman, kimda jung chiqib qolgan, kimda holi bor, kimniki uzoqdan qoraroq, jigaring qorayib ketgan. Men shularni hammasini sizlarni tayinlayman darsda. Tayinlab bularni ko'ziga agar yaxshi bo'lmasa bularni ko'zi, keyin men uje bularga ochki yozib 11-sinfgacha 2 yil ochki taqsa, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Hozir biz 9-sinf B sinfimizda. Men bu Gucci yesani onaginayni ko'tigisga xalaqt berma, haromi itemga. Haromi itemgan. Haromini bo'lasi. Borib so'kiz bolash. Haromilar dars beryapti-yu. Hamma 100 tadan like, hamma bittadan 100 tadan dars o'tyapmiz. Like 50 mingta qilamiz. Darsimiz faol ishtirok etish uchun bizlarni darsimiz eng shuna deng, davay. Bo'linglar 50 mingta qilsak, keyingi nimaga o'tamiz? Nimaga? 50 mingta qilishimiz kerak. Aktiv bo'lish kerak. 9-B sinf eng zo'r bo'lishi uchun gili beramiz, gili. Sinf fondiga bu. Bugungi mavzu nima?
Mana hozir kechki Voy bala, mavzu. ammo kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli dedingiz. Ustoz shumidi? Yo, am bilan qo'toq, ikkalovi birgalikda chin do'st o'rtoq. Ham bilan o'rtoq, ikkalovi o'rtoq. Bugungi darsimizda ikkita ko'krak sohasi ayollarni, erkaklarni olot qismi, erkaklarni oloti va ayollarni ostki qin a'zosi va orqa peshob oxirgi darsimiz. Orqa peshobga kiresku, orqa peshobni ham men tushuntirib o'taman. Orqa peshobdan qanaqa kasalliklar chiqadi? Mumkin emas o'tga olotni o'tga orqa peshobga tiqish vobchi mumkin emas. Hamma yustidan like bossin, nimaga like bosmayapsizlar? Men bitta Like bosmasa dars o'tmaydi, sen qo'taqqa o'xshab. Ular ham aytganingiz istaydi. 600 ta odam 1 minutda 100 ming taqib beradi. Sen qo'taqim deb dars o'taverasiz ekan. Aytganini qilishmaysanmi? 9 ay zo'r edi. 9 bada hamma bandliklar chiqqan. Hamma shunchaki bor endi, ikkita ozgina tirikchilik ham qiling, bir настроение uchun. Like bosmayapti, bitta like bosib beringlar, 50 mingta qiling like'imni. Seni seni biz faqat tishni bilamiz xolos deyapti. Orqadan qizlar. Yo, endi birariga bildirmay berib qo'yadi-da. Bolalar shustirik bo'lsa, ashunga ustoz bilan orqa peshobga hali ham qimirtoq. Anaqa. Orqa peshobga hech qachon ko'tinglarga siktirmanglar qizlar. Och kambag'allik qizlar kattaroq pul beraman desa, bu gadoyvochalarning qizi orqasiga ham siktirib qo'yyapti. O'tdan har xil yuqumli kasalliklar, siflis, spid hammasi o'sha orqa peshobdan chiqadi. Sen kambag'allik qizlari qilib qo'ymalaring shunaqa deb men tushuntiryapman. Kurto'ning galereyami qarang, kurton. Anani esnolora xod biz ketdik. Kattaroq pul taklif qilsa, hamma yustidan like qilib beringlar. Hoji keldi. Kim u hoji? Kambag'allik qizlari. Yengi chimildiqqa Kambag'allik qizlari kiradiganlar ham maslahat. Yengi chimildiqqa kiradigan. Bu siz ayol kishimi, erkak kishimi? Phoenix bola shakla. Endi kiradigan chimildiqqa agar ayolingizni mani kursimga yozilsa, olib kelsangiz, bo'lajak xotiningizni, men unga yugurib kelib, siz yotganda yugurib kelib salto otib, bitta ustiga o'tirib olib, qizligini g'orch etib olishni o'rgatib qo'ying. Bizda shunaqa kurslar bor. Agar xotiningizni olib kelsangiz mani kursimga, men salto otib sikishni o'rgataman. Men chunki o'zim shunaqa salto otib sikishaman. Mana shu yotadi bola, men uzoqdan ishtonchi yugurib kelib, 2 marta dirs aylanib dong etib o'tirib olaman. Lekin kursimizda oxirigacha qatnashish kerak. Yo'masam oyog'i yiqilib chiqadi. Basharasi o'tirib. Basharasiga ham o'tirib qolish holatlari kutilgan. Indisga kino aytasiz. Bu holatlar bo'lgan. Shuning uchun darsimizga bitta qoldirmay qatnashish kerak. Ammo ikkiga yetirmayapman. Shunaqa. Ammo ikkiga yirtilib bolani basharasiga yuzi bilan o'tirib oldi. Oyog'i chalib tushdi. Olat sinib ketmaydimi? Noto'g'ri. O'shaning uchun aytibman, darsimizga to'liq qatnash kerak. Men kim bilan sikishsam shuncha bolani olatini sindirmadim. Uzoqdan yugurib kelib salto dish jigichanga o'xshab salto otaman men. O'rgataman ularga, mo'ljalli anotini qilib olishni o'rgataman. Faqat darsimizda faol ishtirok etishi kerak. Faol ishtirok etmasa, darsi bitta ikkitasiga kelib qolganiga kelmasa, men aytgan holatlar uzoqdan oyoq qaynib yiqilib ketishi mumkin. Bizni olat po'latda Phoenix aka po'latli otga qiziqdim.
Farsaj. O'qituvchimiz farsaj bo'lib ketdi. O'qituvchimiz o'qituvchimizni ichayotgan stakanini qaranglar. Arabcha yozib. O'qituvchimiz O'qituvchilar yomon odam emas, yaxshi qizlarga havoga olib chiqib uradi-da, o'zi ham. Voy, men shunaqa yaxshi ko'raman havoda, toza havoda. Kechqurun hamma uxlaganda balkonga olib chiqib qo'yib, og'zimni mamlaqa qo'lim bilan yopib qo'yib, orqadan gapi qiziq bo'lyapti. Mazza bo'ladi, tavba. Alex. Unaqa ham zo'r. Bu o'qituvchilarning fantaziyasi shunaqa kuchliki, hech kimning xayoliga kelmagan pozalar, hech kimning bir xayoliga kelmagan ishlar, hech kimning xayoliga kelmagan qiliqlar qiladi. Tavba, ko'z tegmasin. Hamma ustidan like bosib beringlar, o'tirmanglar, qo'toboshga o'xshab. Ikkita gol. Ustoz anaqa bo'lyapti turuvdi. Nima? Ha, da. Yo, yaxshi, sizni glaznoyingiz yaxshi, ko'zingiz yaxshi. Ko'z tekshirdik. Endi birinchi nimaga men ko'zni tekshiraman? Odamni ko'zi ko'rmay turib qanday dars qilishi mumkin? Odamni ko'zi ko'rmay turib qanday hirsi oshishi mumkin? Odamni ko'z orqali miyaga yetib borib, miya pastga, boshga, olotga yetib borib, olot uyg'onish hisobiga amsikkani ketadi inson. Agar buni ko'zi yaxshi ko'rmasa, qanday miyaga yetib boradi, qanday olot uyg'onadi? Shuning uchun bizning darsimiz ayollarning qin a'zosi, erkaklarning oloti va ikkita ko'krak bezi. Shu darslar. Yana bitta gul beringlar, gul. Kalliligizga qo'shgan ber. O Lamborghiniga keling, assalomu alaykum, yaxshimisiz? 100 tadan like bosib beringlar, 50 ming, 25 ming bo'libdi. 50 mingta qilinglar. Sinfimiz eng zo'r qildirdi ko'zda Maryam darsi. Qarab o'tir. Haqiqatan qildirdi-siz. Ha, ustoz, Habib. Ha, nima, yozing. Phoenix, siz ham maslahatni rasa qo'tobosh bola ekansiz. Maslahatni tekinga olib, borib kelinni rasa sikasizmi? Amini ayri qilib. Voy, xudoyi bo'lib ketdi bu yog'i. Sharoiti og'irlarga o'xshab. Voy. Keling, Lamborghini samlik, yaxshimisiz? Endi kelganlar tuzumisizlar, yaxshimisizlar? Gili beringlar. Nima bu maslahatni tekinga olib, borib kelinni rasa sikmoqchisiz. Kelin ham amini yuvib kutib o'tiribdi. Shapatlab. Sinfimiz ravnaqi, sinf fondi uchun gili kerak, sinf fondi uchun. Sinf fondi uchun gili. Sinfimiz ravnaqi uchun. Sinf fondi. Bekam qo'yib yozib qo'yadi. Bekam meni ijodim uchun deb. Like bosib beryapman-ku, voy. Hamma ustidan like. Voy, rahmat Lamborghini, siz. Ko'zim ochmadi. Jonim. Usmon. Hamma ustidan like, bit 50 mingta qilib to'pga chiqaylik. Voy, rahmat, ha. Voy, bor ekansiz-ku. Boring, toma ko'l bo'lur. Qo'toboshga o'xshab o'tirmay, padarka tashab o'tirlaring, itvachchalar. Nima bo'lgan gadoylik kelganmi? Nima biroq hammasi xudoy tekinga maslahatni olib ketadi-ya. Bir boyvachcha bola uchramadi, tavba. Qani, kelin kutib o'tirgan yigitimiz qani? Keliningizni ham kallasiga qo'tog'im. Qani siz? Maslahatni beringlar, boribsizki. O Aziz, kelin, yaxshimisiz, Aziz? Kelin ish qilib o'zicha sizga nozlanib, hech qachon qo'toq ko'rmagandek o'tiribdi. U kelin bor-u, u kelin. Qo'tog'ingizni olib chupuchuq qilib ertalab qachon shumatgan chiqmasin yana. U kelin. Voy, yo'q, men bilmayman, yo'q, hech nima bilmayman deb, vez mahalla qo'lma-qo'l qilgan kelin bo'lmasin yana. Qiz chiqmadi-yu deb. Ha, ketdim, sikishib kelayman.
pishing, mazza qiling. Orqa peshobga o'tmanglar. Orqa peshobda har xil kasalliklar, mikrob, infeksiya, bakteriya